Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugungi sanamiz 21 noyabr. Toshkent shahridan Moskva shahriga avtobusimiz yo'lga chiqadi soat kechki 19:00 da. Reyslarimiz haftada 2 marta bo'lib o'tyapti, seshanba, juma kunlari. Avtobusimizni hozir ichki sharoitlarini ko'rsatib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Yangi avtobuslar rossiyskiy nomerda mana Toshkent o'zidan pryamoy yuriladi. Moskva metro Katemnikgacha. Adresimiz Qo'yli vodiy tagi. Bemalol telefon qilib kelib ketishingiz mumkin. Hozir mana avtobusimiz ichki sharoitlarini ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Har bir sideniyada nima ko'rib turlar, g'alim. zaryadli ustroysolarimiz bor. Monitorlar bor. Reyslar haftada 2 marta, seshanba, juma kunlari. Bemalol kelib ketishingiz mumkin. Avtobusimizga mana gilamlar solingan, pokiza yangi avtobuslar. Har bir sideniyada ikkitadan zaryadli ustroysolar bor. Telefonlarni bemalol zaryad qilib ketishingiz uchun. Bemalol qoldirgan nomerlarga telefon qilib, o'zingizlar qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin.